Assalomu alaykum. Men Ismat va Munisa Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi 56-maktabning 9-sinf o'quvchisi bo'laman. Men ba'zida bo'sh vaqtlarimda Sherobod axborot kutubxona markazidan kitoblar olib o'qib turaman va bugun men sizlarga O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin asari haqida o'z fikrimni aytib bermoqchiman. O'lmas Umarbekov 1934-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan. Uning asarlarining asosiy janrlari insonning ma'naviyati, ma'rifati hamda jamiyat haqida. O'lmas Umarbekovning Odam bo'lish qiyin, Fotima va Zuhra, Yoz yomg'iri kabi asarlari juda ham kitobxonlar tomonidan sevib o'qiladi. Odam bo'lish qiyin asari haqida gapirsak, bu asar meni juda kuchli stressga solib qo'ygan. Negaki bu asardagi voqealar juda ham ayanchli tarzda davom etadi. Asar 1969-yilda yozilganligiga qaramasdan hali ham o'z mashhurligini yo'qotmagan asar hisoblanadi. Asardagi voqealar yoshlarning hayoti, insonning ma'naviyati, ma'rifati hamda qalb pokligi haqidadir. Asarning asosiy g'oyasi esa insonning qadr-qimmati, uning obro'si martabasidan buyukroq ekanligi. Nomi ham aytib turibdiki, odam bo'lish qiyin, ya'ni har bir inson o'zini kasbini egallashi oson, olim bo'lish oson, ammo odam bo'lish qiyindir. Har kim ham odam bo'la olmaydi deyilgan. Asarda qator qahramonlarning xarakterlari tasvirlab berilgan. Asosiy qahramon Abdulla chiroyli, qalbi pok, adolatparvar inson hisoblanadi. Ikkinchi qahramon esa Gulchehra xuddi bir sadoqat va muhabbat timsolida gavdalantiriladi. Asarda Abdulla o'zining buvisining qishlog'ida bo'lgan Gulchehrani yoqtirib qoladi. To'g'ri, u oldin bu qishloqqa ko'p kelgan, yoshligida Gulchehra bilan ko'p o'ynagan bo'lishiga qaramasdan unga oldin e'tibor bermaganligini aytadi. Ammo bu safar unga chin dildan oshiq bo'lib qolgan deyiladi. Abdulla Gulchehraga o'zining tuyg'ularini juda chiroyli tarzda namoyon qilib ifoda etadi. Gulchehra esa uning tuyg'ularini samimiy tarzda qabul qilib, ikkalasining o'rtasida ajoyib muhabbat hosil bo'ladi. Ammo ularning muhabbati uzoqqa bormaydi. Bunga sabab esa Abdulla boshqa inson tomonidan Gulchehraga xiyonat qiladi va bundan xabar topgan Gulchehra juda yomon ahvolga keladi va Gulchehraning hayotiga nuqta qo'yiladi. Asarning ayni mana shu joyi meni juda ta'sirlantirdi, negaki har bir inson o'zi ishongan, suyangan, juda kuchli ishongan inson, bog'lanib qolgan inson tomonidan xiyonatga uchrashi va har bir insonni ham ruhiy holatini ancha yomonlashtiradi deb o'ylayman. Shuning uchun Gulchehraga juda rahmim kelgan, lekin bu yerda asosan ayb Abdullaga ham deya olmaymiz, negaki har bir narsaning ikkinchi tomoni bor. Gulchehrada ham qator ayblar bor. Gulchehraning asosiy aybi mening fikrimcha uning juda Abdullaga bog'lanib qolganligi, unga bo'lgan muhabbati hamda unga bo'lgan kuchli ishonchidadir. Gulchehraning kuchli ishonchi sababli esa mana shu voqealar yuz beradi. Asardan asosan xulosa shundaki, har bir inson o'zini manfaati yo'lida boshqalardan foydalanmasligi, ya'ni xatoni qilgan emas, uni to'g'rilay olmagan aybdor. Faqatgina o'zini emas, boshqalarni ham ko'rishidadir. Bu asarni men shaxsiy fikrim bo'yicha 14-16 yoshlar oralig'idagilarga maslahat beraman, negaki ya'ni ayni o'sha yoshlar oralig'ida bizning fikrlarimiz chalkashadi va bo'linadi. Ayni mana shu asar esa o'shanda chegara qo'yishga yordam beradi. Har kim o'zini o'zi anglay olishi, chegarani bilishi, har narsaning vaqt soati borligini ko'rsatib beradi. Har bir inson o'zini oldiga katta maqsadlar qo'yib, ortiqcha narsalardan salgina chalg'ib tursa, albatta u kelajakda o'zini o'rnini topadigan inson bo'lib chiqadi. Bu asarni men albatta sizlarga o'qib chiqishingizni tavsiya beraman, negaki bu asar har biringizning hayotingizga sal bo'lsa ham o'zgartirish kirishiga ishonaman.